Sohibqiron Amir Temur bobomizdan sizning bu martabaga yetishishingizga nima sabab bo'lgan deb so'rashibdi. Amir Temur bunday javob beribdi. Hayotim davomida turli qiyinchiliklarga duch keldim. Aslo umidsizlikka tushmadim. Bunda menga kichik bir chumoli o'rnak bo'lgan. Bir kuni dushmanlardan qochib, xaroba joyga berkindim. Qo'rqayotgandim, och edim va charchagandim. Ustiga ustak yarador edim. Umidsizlikka tushdim. Xuddi o'limimni kutib yotardim. Barcha narsadan umidimni uzay deganimda birdaniga ko'zim bir chumoliga tushib qoldi. Chumoli o'zidan katta bo'lgan bug'doy donini sudrab ketishga harakat qilardi. Faqat ko'tarib olgan narsasi o'zidan katta bo'lgani uchun ustidan tushib ketaverardi. Chumoli ko'targan don devorning tagiga tushardi. Chumoli yana pastga tushib, rizqini olib ketishga harakat qilardi. Bu hodisa ancha davom etdi. Men ko'zlarimni chumolidan uzmasdim. Oxiri chumoli donni devordan oshirishni uddaladi. Chumolidagi g'ayrat va azm shijoatni ko'rgach, mendagi umidsizlik yo'qoldi. O'zimga o'zim, men shu chumolichalik ham bo'la olmaymanmi dedim. Shundan keyin maqsadim yo'lida uchragan har qanday qiyinchilikdan umidsizlikka tushmadim va mana shu kunlarga yetdim.